BMW poygaga qanaqa tayyorlanadi? Bu video eksklyuziv va davomli bo'ladi. Hozirdan like bosib qo'ying. G46 ni poygaga tayyorlashni boshladik. Endurance kabi 16 soatlik poygada har bir kilogramm hisobi juda muhim. Maqsad vazndan qutulish. Ishni shunchaki yechib tashlash bilan emas, aniq o'lchov bilan boshlaymiz. Mashinani professional poyga tarozilariga qo'yamiz. Oddiy tarozi noaniq ishlashi mumkin. Bu yerda esa har bir g'ildirak ostida alohida tarozi va ular bir tizimga ulangan. Natija 1529 kilogramm. Mashinalarni texnik va animativ kadrlar tomonlama chuqur o'rganmoqchi bo'lsangiz, avtomexanika obuna bo'ling. Yetishdan oldin 0-100 ni ham o'lchaymiz. Hamma narsa yozib olinadi, chunki oxirida farqni ko'rishimiz kerak. Yetishni boshladik. Har doim OEM, ya'ni zavod o'rindiqlari juda og'ir bo'ladi, chunki ularda xavfsizlik mexanizmlari, motorlar, metal karkas va airbaglar bor. Hammasini chiqarib taroziga qo'yganda faqat o'rindiqlarning o'zi 80 kilogrammdan oshdi. Uning o'rniga esa shunchaki poyga o'rindig'i qo'yiladi. Navbat bagajga keldi. Birinchi akkumulyatorni uzamiz. Og'ir OEM batareyani chiqaramiz va yengilroq variantiga almashtiramiz. Chunki endi ko'plab elektronika tizimi olib tashlanadi. Masalan, jaydari mashinalarimizga orzu bo'lgan mana shu zavoddan o'rnatilgan usilitel kerak emas va katta amperli akkumulyator kerak emas. Yog'och pol, zaxira g'ildirak, damkrat, plastmassa qoplamalar, bularning barchasi keraksiz. Bu hali boshlanishi. Yashirin vazn qayerda ekanini keyingi sonda batafsil ko'rasiz.